Shundoqqina bog'chani ro'parasida ekan Noxiya Qibray tumanini eng yaxshi lokatsiyalardan uchastka qidirganlar bo'lsa, mana shu taklif bitta o'ylab ko'ringlar-da, okalar. Qibray tumani O'tkir MFga kelganmiz. Orientir Bur ota masjidi botdi. Shundoqqina 28-sonli bog'chani ro'parasida joylashgan. Mahallani ko'ryapsizlarmi? Keng, fayzli, tinch mahalla. Umumiy hisobda 6 sotix yer maydoniga joylashgan 3 xonali uchastka srochni sotiladi. Uchastkamizga asosiy kirish eshigi, kirganingiz shunaqa shinamgina hovlisi. Bu yoqda katta ziloniy zonani ham ko'rishingiz mumkin. Egalari mevali daraxtlarni ekib qo'yishgan. Bu yoqda asosiy binoni ko'radigan bo'lsak, 3-4 ta xonalari bor, remontlari o'rtacha, kelib bemalol yashasa bo'ladigan darajada. Bu yoq tomonda esa ayollarimiz uchun kuxnyani ham ko'rishingiz mumkin. Ko'ryapsizlarmi, suvlargacha o'tkazib qo'yishgan, gaz, svet, suv umuman muammosiz. Bu yoqda ikkita alohida vremenka xonalarni ham ko'rishimiz mumkin. Chorvachilik qilaman desanglar ham bemalol sharoitlari yetarli. Alohida ko'ryapsizlarmi, orqa tomon to'sib qo'yishgan, orqa tomonda ham eng kamida 3 sotix yer maydoni kelib bemalol ikkita oila uchun uchastka qilib yashayman desanglar ham zo'r variant bo'ladi. Mashina qo'yishga ko'chada sharoitlari yetarli. Qibray tumani O'tkir MFda joylashgan 6 sotixli uchastkamizni narxini sizlar uchun $82,000 ga qo'yyapmiz. Hozir videoga bitta like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Arzon variantlarni o'tkazib olmaslik uchun pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz. Albatta naqd pul bilan kelsanglar kelishiladigan joylari bor.